20 bab. Perverdigar Yoshuvaga mundaq dedi. Sen İsraillarga etkin. Men Musa peygamber arqılıq sana emir qılğınımdek, ula panaqlandıgan şəhərlərini bekitip çıksın. Her qandaq bir kişi birovni bexastalik qilib, maqsadsiz halda öldürüp qoysa, u şu şəhərlərinin biriga keçib berib panaqlansa boludu. U bu şəhərdə ölgüçünün tuqqalarının qısas elişidin özünü saxlab qalalaydı. Lekin o kişi şu şəhərlərinin biriga keçib berib panaqlanmaqçı bolğanda şəhər darvazası aldıda turub bu şəhərnin aqsaqallarına öz qilmishini bayan qısın. Ula çoxum o kişini şəhərə kirishga yol qoysun və onunğa şu şəhərdən turduğan joy ko'rsatib bersin. Agar ölgüçünün tuqqanlari qisas ilish uchun qo'g'lab kelsa, aqsaqallar hargizmi o'tirgüchini ulog'i chiqarib bermasligi kerak. Çünkü o'tirgüchi ölgüchini qasddan o'ltirmagan. Shundaqla burun uning bilan adovatmi bo'lmagan. Ammo o'tirgüchi jamoat oldida so'roq qilinib, uningga hukm chiqarilguncha shu yerda turishi kerak. Vaqa yuz bergan vaqtdagi bosh ruhoniy o'lib ketguncha o'tirgüchi cho'qim shu shaharda turishi kerak. Uningdan keyin o'tirgüchi erkin bo'lib, o'zi qechib kelgan shaharga qaytsa bo'ladi. Naftali qabilasining tog'liq rayonining Galileyadagi Qadash shahri, Efraim qabilasining tog'liq rayonidagi Shakem shahri, Yahuda qabilasining tog'liq rayonidagi Qiryat Arba, ya'ni Hebron shahri qatorliq shaharlar panohlanish uchun bekitilgan shaharlardir. Iordan daryosining sharqiy tarafidagi, ya'ni Irixa shahrining udulidagi Rubin qabilasining egizligidagi cho'llikka joylashgan Bazar shahri, Gad qabilasining zeminiga joylashgan Gilatdagi Ramot shahri, Manasse qabilasining zeminiga joylashgan Bashan rayonidagi Golan shahri qatorliq shaharlar panohlanish uchun bekitilgan shaharlardir. Bu shaharlar barliq İsraillar ve şu zeminde yaşavatkan sırtın kelganlar uchun panohlanadigan shaharlar qilib bekitilgan. Har qandaq bir kishi birovni bexastalik qilib, maqsadsiz holda o'ltirib qo'ysa, shu shaharlarning biriga keçib berib panohlansa bo'ladi. Bu orqali ular jamoat oldida so'roq qilinishdan burun qisas olg'uchilarning o'ltirib yetishidan saqlanalaydi.